Sizlar kada deydi, oyoqlaringiz osti chiqadi deydi-ku. Mana qo'ylar o'rlab jotmaydi hozir. Hozir bitta qo'zi chuqurning ichidan, chuqurning ichidan bitta qutini kiyib olib, hozir yana yoqqa olib ketib boryapti. Yerla qutini kallasiga kiyib olgan. Hozir bor ushlab olish kerak endi. U qo'lni olib yuraveradi, charchagancha charchab o'lib qoladi. Shunga borib endi ushlab, uni kallasini qutini olish kerak. Hozir bor ushlaganini syomka qilaman. Ya bismillah. Ay billah. Yine qirg'a chiqib boramiz endi. Mana chiqiricha bir bakalashga tushib qolgan, shuni kiyib olib ketdi hozir shu yoqqa chiqib. Endi chuqurning ichidan uni ushlab olishimiz kerak. Allaballa ushlab olmasak bo'lmaydi. Odam charchadi. Pasaytsam tushib ketdi lekin o'zi. Kallam pasaytmaydi, bular ko'tarib yuradi. Noridani berishga yugurib kelishga majbur qildi. Ey Allah. Bular shunday mehnatda. Jimgina o'tirsa, lekin qo'ylar ishlatadi odamni. Mehnatdan to'xtamaydi. Allohning o'ziga shukr. To'g'rilasam endi yinang narda? Endi ko'zing ochildi-ku. Bor. Endi ko'z ko'ray, endi to'g'rilar. Ketdi. Prosta odam charchatdi.